Adolatsizlikka qarshi kurashdagi taqdirdosh xalqlar. Ukrainlar va Uyg'urlar. Abduri Asiya Uyg'ur. İnsaniyetga qarshi jang e'lon qilgan Putin va Shi Jinping mayli qaysi nuqtadan qarayli Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berishda dunyoga ko'rsatgan sababi bilan Putinning Ukrainaga tajovuz qilishida dunyoga ko'rsatgan sababi mohiyat jihatda o'xshash. Har ikkilisi dunyo adolatiga, insonlarning o'rtaq qimmat qarashlariga jang e'lon qilg'uchilardir. Xitoy Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchilikni atalmish 3 xil kuchning Amerikaning yordami bilan Xitoyning davlat xavfsizligi tahdid paydo qilganligini, Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'lliq ko'rsatishga sabab qildi. Putin bo'lsa NATOning sharqiy kengayishi va Ukrainaning ichidagi Rus millatining irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini hech bir isbotsizla bahona qilib, Ukrainaga tajovuzchilik qildi. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa berilgan dunyoviy inkoslardan ilhomlangan Putin Ukrainaga qilingan tajovuzning o'xshash natijani ko'rdiganligini fahmladi. Hatta Xitoymi bu jinoyatlarning xuddi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga o'xshashlar dunyoning sukuti va Rossiyaning buyuk g'alabasi bilan oxirlashadiganligini fahmladi. Rossiya prezidenti Putin sobiq Sovet ittifoqining yemirilishiga shahid bo'lgan bir shaxs bo'lish sifatida Sovet ittifoqining yemirilishini bu asrdagi eng cho'ng geosiyosiy ofat deb baholagan. Shu vajidan u vazifaga o'ltiribla Rossiyada kuchlik millatchilik tuyg'usini kuchaytirish, sobiq Sovet ittifoqining buyuk obrazini qayta tiklash ideyalarini tashviq qilishga boshladi. Shundaqla butkul vositalarni qo'llanib hokimiyat o'rnini mustahkamlashga tirishdi. U yana prezidentlik vazifasini toki 2036-yilgacha davom qila oladigan qonun imzoladi. Hatta Putin hukumatiga qarshi chiqqan Aleksey Navalniyga o'xshash har qanday kuchlarni bostirdi, yo'qotdi, turmaga qamadi. Shi Jinping 2012-yil vazifaga o'ltirish bilan Junqua Ulusi yaratish tashviqoti bilan Xitoy millatchiligining kuchayishi va Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarni yo'qotish planiga asos soldi. 2018-yil qonun ma'qullab, davlat raisining vazifa o'tash cheklamasini bekor qilib, o'zining umrlik vazifaga o'ltirish orzusini kapolatlikka ega qildi. 2014-yil Uyg'urlarning tegishli haqlarining kapolatlikka ega qilinishini tashabbus qilgan Ilhom To'xtanovni umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Rahmsizlarcha. Hongkongliklar Deng Xiaoping va'da qilgan bir davlatda 2 xil tuzum degan va'dasiga amal qilish haqidagi talablarni rad qilib, qattiq bostirdi. Uyg'urlarga bo'lsa dunyoning ko'zida irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgazdi. G'arbga qarshi urushda Putin bilan Shi Jinping o'xshashla millatchilik ideyasidan foydalandi. Rossiyaning 2014-yil Qrimni yutib olishi Putinning qo'llash nisbatini 90% ga chiqargan bo'lsa, Shi Jinpingning bir balbaq bir yo'l strategiyasi va Xitoy tushumi Xitoyning rostli qudratlanib dunyoga yetakchilik qila oladigan yangi bir kuch bo'lib shakllanganligiga ishontirishga boshladi. Bunun natijasida Xitoy yuraklik holda G'arb cho'kdi, Sharq qad ko'tardi sapsasini bozorga selishga boshladi. Xalqaro jamiyat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun hech qanday amaliy harakat qo'llanmadi. Bu ahvoldan ilhomlangan Putin Xitoy bilan G'arbga qarshi mo'rini tirab hamkorlashadigan mustahkam do'stlik o'rnatganligini dunyoga jakoladi. Mana bu do'stlikning turtkisida Putin Ukrainaga tajovuzchilik urushini boshlabdi. Putinning chaqmoq urush plani mag'lub bo'ldi. Bir qancha oylardan buyon Rossiyaning Ukrainaga tajovuzchilik qilish niyati borligi haqidagi talash-tortishlar uzilmadi. Oqibat 24-fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning davlat bexatarligini va Ukrainada
irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Rus fuqarolarini qo'g'dash, Ukrainani harbiy sizlashtirish uchun mustaqil eglik huquqli Ukrainaga chaqmoq tezligida tajovuzchilik urushini boshlaganligini jakoladi va kimiki bu urushga qarshi chiqsa, azaldan ko'rib boqmagan og'ir zarbaga duch kelganligi bilan tahdid soldi. Urush Rossiya armiyasining Ukrainani 4 atrofidan qurshab, keng ko'lamli bombardimon qilish orqali Ukrainalarni tez suratda bo'ysundirib, urushning buyuk g'alabasini qo'lga keltirishni nishon qilib boshlangan bo'lsa-mu, ammo ishlar Rossiyaning kutganidek bo'lmadi. Putinga nisbatan o'yin sahnasidan tushibla siyosat sahnasiga qadam qo'ygan Ukraina prezidenti Zelenskiy bu urushga qarshilik ko'rsatishga ojiz edi. Ammo ishlar Putinning tasavvurining aksicha Zelenskiyning Rossiyaga qarshi kurashda oldingi hisobga otilinishi, ijtimoiy taratquv vositalari orqali dunyo xalqini Ukrainaning haqiqiy ahvoli bilan xabarlantirib turish bilan Ukraina xalqiga madad va kuch berib qolmasdan, balki butun dunyoni Rossiyaning tajovuzchiligiga qarshi safarbarlikka keltirishi Rossiyani emas, balki Xitoyni cho'chitibdi. Aslida Putin Ukrainada xuddi Afg'onistonni tez suratda ishg'ol qilgan Talibanlardek natijani ham xiyol qilgan bo'lsa-mu, ammo Ukrainaning qahramon prezidenti Zelenskiy va botir Ukraina xalqi oyat qilish uchun vatandan voz kechishni emas, balki vatanini saqlab qolish uchun o'lishni tanladi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi xalqaro jamiyatda kuchli norozilik qo'zg'agan bo'lsa-mu, Xitoy Rossiyaning bu qilmishini tajovuzchilik deb atashni rad qildi. Chunki fevralning 5-ida Shi Jinping Putin bilan ko'rishib, NATOning sharqiy kengayishiga qarshi maydonini bildirib, bayonotnoma e'lon qilgan va dollardan xoli iqtisodiy birlik hosil qilish, iqtisodiy hamkorlik, shundaqla dunyo kun tartibini qayta tuzish qatorliq nuqtalarda birlik hosil qilishib, g'arb dunyosiga jang e'lon qilishgan edi. Putin Xitoyning qishliq olimpika jarayonida urush boshlamaslik va'dasiga amal qilganidek va Xitoymi Rossiyadan oshliq qatorliq mahsulotlarni import qilish nisbatini favqulodda o'rlatib, Rossiyaning g'arb embargosi sababli uchrayotgan iqtisodiy ziyonlarini to'ldirib olishiga yantayoq bo'lishi, Xitoyning eglik huquq haqidagi tavranmas prinsiplarining mohiyatdagi avrishimlikka ega ekanligidek mohiyatini oshkorlab qo'ydi. Uzun yillardan buyon Xitoy hukumati Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni g'arb dunyosining Xitoyni pojlash suiqasdi, g'arb dunyosining Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashishi, shundaqla eglik huquqiga tahdid paydo qilganlik deb jori silib kelgan edi. Xitoy hatto Amerikaning Iroqqa hujum qilishini tajovuzchilik deb atagan, ammo bugun Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini eglik huquqli davlatga qilingan tajovuzchilik deb atashni rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 25 fevral jiddiy yig'in chaqirib, Rossiyaning Ukrainaga qurol ishlatishini darhol to'xtatish va Ukraina zaminidan shartsiz holda darhol chekinishi haqida qarornoma chiqardi. Rossiya BDT xavfsizlik kengashidagi veto huquqi bilan bu qarornomani rad qildi. Xitoy bu masaladami qarornomaga ovoz berish huquqidan voz kechdi. Urush 4-kuniga qadam qo'ydi. Ammo Rossiyaning chaqmoq urushi tegicha Ukrainaning hech bir tuprog'ini egilayolmadi. 3 kundan buyon tajovuzchiga qarshi kurashda yagona jang qilayotgan Ukraina xalqining o'z vatanini qo'g'dash irodasi, kurash maydonidagi jasorati dunyoning qo'llashi va hurmatiga erishdi. Ukraina prezidenti Zelenskiyning vatanni qo'g'dash urushida ko'rsatgan tirishchanligi o'z xalqini hayot-mamotlik kurashga safarbar qilish bilan qolmay, butun dunyo xalqining adolat va qonuniyatni qo'g'dash kurishiga chaqirdi. Garchi Rossiya saxta uchurlar orqali dunyo jamoatining Ukraina vaziyatining haqiqatini bilishga qiyinchilik tug'dirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Zelenskiyning Twitter, Facebook qatorliq aloqa vositalari orqali butun dunyoni Ukraina bilan bog'lashi saxta uchurlarning bozorini kasatlashtirdi.
Dünya cemaatinin diqqatini Ukraynaga markazlashib, Rossiyaga qarshi ayblay sadolari butun dunyoni qapladi. Demak, Ukrayna xalqining jasorati 3-Dünya urushining portlashiga bo'lgan andishlarda sukut va zulmatga cho'mgan insoniyatga umid, ishonch berdi. Amerikaning Ukrayna prezidenti Zelenskiyni bexatar chekindirib chiqish haqidagi taklifiga Zelenskiyning "Manga keragi chekinish emas, balki qurol yaroq. Manga vatanimni qo'g'dash uchun qurol yaroq bilan yordam qilinglar" degan chaqiriqi Ukrayna xalqining Rus tajovuzchilariga qarshi jon tikib elishish irodasini kuchaytirib qolmay, Ukrainani butun dunyoning hissdoshligi, qo'llashi va yordamiga erishtirdi. Amerika boshliq g'arb dunyosi shundaqla nurg'un adolat-suyar davlatlar Ukrainaga iqtisodiy, harbiy kuchi, qurol yarog' qatorliq turli yordamlarni uzildirmay avatishga boshladi. G'arb dunyosi Rossiyaga qarata texmi ig'ir bo'lgan jazolash tadbirlari ustida jiddiy kengashgandan keyin Rossiya banklarining xalqaro pul muomala birligi SWIFT sistemasidan tepib chiqardi va Ukraina chegarasi atrofiga qo'g'dug'ich qo'shinlarni o'rinlashtirdi. Chaqmoq urush plani mag'lubiyatga yuzlangan Putinning Ukraina poytaxti Kiyevni keng ko'lamli bombardimon qilishdan iborat B-planini jakarlaganligini Zelenskiy Twitterda e'lon qildi. Qaramoqqa urush jiddiy vaziyatga qadam qo'yganda qiladi. Amdiki vaziyat zodi qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qildi? Bularni hozir mo'ljarlash qiyin. Navada Rossiya Ukrainaga ig'ir tipdagi qurollar bilan hujum boshlab qolsa, Yevropa va NATO bu urushga umumyuzli qatnashishga majbur bo'ladi. U holda urush butkul Yevropa, hatto dunyoviy urushga aylanishi mumkin. Xalqaro jamiyat bu urushning oqibatini G'arb demokratik sistemasi, ya'ni 2-Dünya urushidan keyin shakllangan dunyo kun tartibi va o'rtaq qimmat qarashlarning mavjudligiga ta'sir ko'rsatdi deb ta'birlashdi. Demak, 200 yillik buyuk plan tuzib, Amerika boshliq G'arb dunyosining o'rnini besishdek buyuk nishonga yetishni o'ziga vazifa qilgan Xitoy uchun Rossiyaning bu urushda g'alaba qilishi muhim edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ukraina urushi boshlanishidan avvalgi 23 fevraldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika iqtisodiy jazo bilan dunyoni o'zgartira oladimi degan edi. Ammo Amerika va G'arbning bu urush sababli ko'rgizgan iqtisodiy jazosi bugun Rossiyani xalqaro pul muomala birligidan siqib chiqarilishdek ig'ir oqibatga duchor qildi. Xalqaro pul muomala sistemasidan siqib chiqarilish Rossiya iqtisodini tez suratda falaj holga tushirib qo'yadigan yadro qurol darajasidagi ig'ir zarba edi. Chunki xalqaro pul muomala sistemasidan siqib chiqarilish bilan Rossiyaning dunyo bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasi zo'r cheklamaga uchrab qolmasdan davlati ichida ig'ir iqtisodiy davolg'ishga sabab bo'ladi. Demak, diplomatik axloq prinsiplarga, xalqaro qonunlarga xilof yo'sinda natsistlarcha usulda elib berilgan tajovuzchilik urushida Rossiya o'ylamagan yerdan xalqaro jamiyatda yetim qoldirildi. Hatto Rossiyaning ta'siri doirasidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon qatorliq davlatlarmi Rossiyaga sap tutmadi. Hatto Ukrainani qo'lladi. Garchi urush oxirlashmagan bo'lsa-mu, mohiyatda Putin rahbarligidagi Rossiya insoniyatga qarshi bu jangda mag'lub bo'ldi. Ular mag'lub bo'ldi. Ukrainaliklarning jasorati dunyoga kuch, Uyg'urlarga umid bag'ishladi. Ukraina xalqining vatanini qo'g'dash yo'lida ko'rsatgan qahramonligi Ukraina prezidenti Zelenskiyning o'z xalqi bilan bir safda tajovuzchiga qarshi kurashda ko'rsatgan fedakorlik ruhi butun dunyoni ta'sirlantirdi. Hech kim Ukrainaliklarning Rossiya ustidan g'olib kelishini tasavvur qilmagan, Ukraina xalqidan bunday bir jasoratni kutmagan edi. Ammo reallik dunyoni tang qoldirib qolmay, Rossiyaga qarshi Ukrainaliklarning yanada bo'lishga rag'batlantirdi. Qisqasi, adolat ko'rishidagi Ukrainaliklarning zulmga bosh egmas ruhi butkul insoniyatning vijdonini uyg'otdi. Bu hodisa Rossiyani qo'llagan Xitoyni cho'chtirdi.
Ukraynalıqlar Rusiyaning o'zlariga ortgan ruslarga irqiy qirg'inchilik qildi degan tuhmati va bu vaqtdagi turli yolg'on tashviqotlarni Ukrainadagi haqiqatdan uchur vositalari orqali dunyoni xabardor qilish, hukumat bilan xalq bir niyat va bir maqsadda tajovuzchining yolg'onchiligini isbot bilan oshkorlash orqali Rossiyaning soxta tashviqotlariga o'rin bermadi. Yolg'onchilik va tuhmat bilan mustaqil eglik huquqiga ega bo'lgan Ukrainaga qilingan o'rinsiz tajovuzchilik jinoyati Rossiyani o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Xalqaro jamoat amdi eglik huquqini va davlat xavfsizligini qo'g'dash uchun Uyg'urlarni lagerga qamagan Xitoyning Ukrainaning eglik huquqiga tajovuz qilgan Rossiyani ayblashni nima uchun rad qilganligiga savol qo'ydi. Chunki Uyg'urlar uchirgan irqiy qirg'inchilik bilan Ukrainaliklar uchirgan tajovuzchilikning nishoni o'xshashla bir millatni umumyuzlik bo'ysundirish va yo'qotish edi. Ukraina xalqining zulmga qarshi umumiy xalq bo'yicha birlik ichida qo'zg'alishi va kurash qilishi Rossiyani mag'lub qilishning va dunyoviy yordamga erishishning asosi bo'ldi. Undaqda Uyg'urlarchu Barni chilg'annu, hayotni gulligannu, barni chilg'annu, hayotni gulligannu, muhabbat ham inonliqni, yurakdan kuyligannu, muhabbat ham inonliqni, yurakdan kuyligannu. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.